Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Indoneziya Xitoy kemilariga qarshi charlashni kuchaytirdi. Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, Xitoyning soqchi kemalari Indoneziya tavallikidagi iqtisodiy rayonga bosib kirgandan keyin Indoneziya hukumati mazkur talash tortishliq rayonga bo'lgan charlashni kuchaytirganligini bildirgan. Xitoyning bir charlash kemasi oldingi oyning o'tirlarida Indoneziyaning NATO'na taqim orli atrofiga qonunsiz kirgan bo'lib, Indoneziya taraf buningga qattiq noroziligini bildirgan. Indoneziya yana Xitoyning beliqchi kemalarining NATO'na taqim orollari atrofida qonunsiz beliq tutganligini aytgandan keyin Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Geng Shuang bu haqda bayonot e'lon qilib, beliqchilarning mazkur rayonda harakat qilish huquqi borligini bildirgan. Navbatda Indoneziya hukumati NATO'na taqim orli atrofiga charlash kemalarini avatib, tekshirishni kuchaytirgan. Indoneziya tashqi ishlar ministrligi chorshanba e'lon qilgan bayonotida Xitoyning bu rayondagi qonunsiz faoliyatlarining uzun yildan beri davomlashayotganligini, Xitoyning bu rayonga bo'lgan eglik huquq davosining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1982-yili e'lon qilgan Dengiz okean qonuniy kelishimnomasidami azaldan e'tirof qilinib boqmaganligini ta'kidlagan. Bahrayn parlamenti Uyg'urlar uchun ovoz chiqardi. Bahrayn xabar agentligining 2 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Bahrayn parlamenti Milliy kengashi Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida ifoda bildirib, Xitoyning milliondan ortiq Uyg'urni tutqun qilganligini, ularni aqliy huquqlardan mahrum qilganligini, ota-onalarni farzandlardan ayirib etganligini va ularni qiyin qistoqqa elib qirg'in qilayotganligini, Uyg'urlarning ahvolidan andish qilayotganligini bildirgan. Parlament yana xalqaro jamiyatning o'z rolini va mas'uliyatini joriy qildirishga, xalqaroliq qonun vositalaridan foydalanib, gunohsiz Uyg'urlarni qutuldirish uchun harakat qilishga, ularni zarur yordamlar bilan ta'minlashga chaqiriq qilgan. Parlament yana ikki davlat orasidagi do'stona munosabatning davomlashishini umid qiladiganligini bildirgan. Sharqiy Turkistondagi qo'rchoq amaldorlar tutqunlarning majburiy emgakka sog'anligini inkor qildi. 3-yanvar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qo'rchoq amaldorlari Urumchida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, bolalarni oilasidan ayirib etganligi va tutqunlarning majburiy emgakka sog'anligini inkor qildi. Yig'inda so'z qilgan qo'rchoq amaldorlardan Qashqar viloyatlik partikomining muavin sekretari Farhod Ro'zi bilan atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq madaniyat sayohat idorasining muavin boshlig'i Guli Oyim New York vaqti gazeti e'lon qilgan Uyg'ur bolalarining ota-onasi va oilasidan majburiy ayirib etilib, yotoqliq maktablarga o'rlashtirilganligi haqida e'lon qilgan haqiqatni inkor qildi. Mazkur qo'rchoq amaldorlar haqiqatni burumilgan holda bildirib, New York vaqti gazeti e'lon qilgan xabarning asosi yo'q, butunlay to'qilma dedi. U ikkisi yana dunyo xalqiga aniq ayon bo'lgan haqiqatni inkor qilib, munolarni bildirdi. Kishilarning yo'qolib ketish ahvoli mavjud emas. Xitoy xizmatchilari qo'shmoq tuqqan nomida Uyg'ur oilalariga o'rlashtirilgani yo'q. Masjidlarni chaqmadik. Tutqunlarni majburiy emgakka silish ahvoli mavjud emas. New York vaqti gazeti bundan bir qancha kun ilgari Xitoyning 2017-yildan boshlab Sharqiy Turkiston xalqini keng ko'lamli tutqun qilib, ota-onasidan ayirgan farzandlarni yotoqliq maktablarga yig'ib xitoylashtirishga boshlaganligi, bir yil ichida ota-onasi va oilasidan ayrilgan bolalarning 500 mingga yaqinlashganligi haqida xabar e'lon qilgan edi. Kuzatuvchilar xalqaro jamiyat Sharqiy Turkistonning haqiqiy ahvolini bilib yetib, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan bostirish qilmishini irqiy qirg'inchilik jinoyati deb sifatlashga boshlagan bir paytda Xitoy tajovuzchilarining jinoyatini yoshirish uchun yolg'on tashviqotlarni qattiq kuchaytirganligini, muhojiratdagi Sharqiy Turkiston xalqining Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jinoyati haqida guvohlik berishi hamda tashviqotning kuchaytirishining to'limi muhim ekanligini bildirishmoqda. Sharqiy Turkiston ma'rif harakatining 3-qatimliq kengaytirilgan yig'ini ochildi. 3-yanvar Sharqiy Turkiston ma'rif harakatining har oyda tartiblik davomlashib kelayotgan 3-qatimliq kengaytirilgan maslahat yig'ini jamiyatning markazidagi yig'in zalida o'tkazildi. Yig'inda jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib,
Sharqiy Turkiston da'vosi xalqaroda kuchayayotgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlarning faoliyati intayin past bo'layotadi. Biz da'voning egisi bo'lish sifatimiz bilan yangi yilda yangicha ruh va jo'shqinlik ichida harakat qilishimiz kerak. Da'voga o'zimiz ega chiqishimiz kerak deganlarni ta'kidladi. Jamiyatning muavin raisi jurnalist Musajan jamiyatning 2019-yillik xizmat xulosa dokladini o'qib o'tdi. Shundaqla da'vo yo'lida samimiy bo'lish, Sharqiy Turkiston masalasi xalqaralashgan bir paytda Sharqiy Turkistonga aloqador faoliyatlarni jonlantirish haqida to'xtaldi. Yig'inga Avstraliyada turayotgan jamoat arbobi va Sharqiy Turkiston ulamolar birligining Avstraliyadagi vakili Abdusalom Olim alohida mehmon sifatida qatnashib, muhim so'z qildi. Yig'inda Sharqiy Turkiston da'vosi yo'lida duch kelgan ichki va tashqi tahdidlar va qiyinchiliklar o'tirg'i qo'yilib, muzokara qilindi. Yana keyingi bir yil ichida yuz bergan ba'zi ahvollar, bu ahvollarning keyingi taraqqiyoti qatorliq masalalar maxsus to'xtalib o'tildi. Orqadan Musajan jamiyatning 2019-yildagi bir yillik xizmatlar haqida qisqacha doklad berdi. Yig'in oxirida jamoat arbobi Abduqodir Yapchan so'z qilib, Sharqiy Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining qanday sharoit ostida qurilganligi, qanday qiyinchiliklarni va xirislarga duch kelganligi, bugun yetib kelgan nuqta Turkiyadagi nopus masalasi qatorliq muhim temalar haqida to'xtaldi. Liviya qarornomasi orqali rayondagi suiqasdlik o'yinlarini tarmor qilishni davomlashtiramiz. 3-yanvar Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, muavin jumhur rais Fuat Liviya qarornomasi orqali rayonda o'ynalayotgan suiqasdlik o'yinlarini tarmor qilishni va Turkiyaning haq-huquqlari ham manfaatlarini qo'g'dashni davomlashtirganliklarini aytdi. Fuat Oktay ommaviy o'rtaqlashish torbeti Twitter sahifasida bu haqda e'lon qilgan bayonotida Liviyaga askar avatilishiga ruxsat qilgan va tunugun Turkiya Buyuk Millat Majlisida qabul qilingan qarornomaning Turkiya ham rayon uchun xayrlik bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Hamda hukumatning Sharqiy Oq dengizda tashlayotgan har bir qadamining keng doiralik strategiya va plan doirasida ishga oshirilayotganligini ta'kidlab mundaq dedi. Liviya qarornomasi orqali rayonda o'ynalayotgan suiqasdlik o'yinlarini tarmor qilishni va Turkiyaning haq-huquqlari ham manfaatlarini qo'g'dashni izchil davomlashtiramiz. Liviyaning zimin butunligiga nihoyat zo'r ahamiyat berib kelayotgan Turkiyaning nishoni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof qilingan qonunliq hukumatning chaqirig'ini qo'llashdir. Rayonda tinchlik o'rnatish yo'lida davomli xizmat ishlashdir. Qarornomaning qabul qilinishi bilan Liviyada zo'ravon pozitsiyasini davomlashtirayotganlar tegishli signalni elishiga tilakdoshman. Turkiya Esmet kelishimiga norozilik bildirdi. 3-yanvar Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aksoy, Janubiy Qibris Rum hokimiyati, Gretsiya va Isroiliya o'rtasida imzolangan Esmet Sharqiy Oq dengiz tabiiy gaz turba liniyasi loyihasi kelishimiga norozilik bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aksoy muxbirlarning bu masalaga aloqador savoliga bergan yozma javobida mazkur kelishimning rayonda Turkiya bilan Shimoliy Qibris Turk Jumhuriyatini chetga qiqish o'rnish ekanligini, buning behuda avorchilikning namunasi ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. Sharqiy Oq dengizdagi eng uzun sahil liniyasiga ega bo'lgan Turkiyani va Qibris orolining tabiiy boyliklari ustida o'xshash haq-huquqlarga ega bo'lgan Qibris turklarini yo'q chiqaradigan hech qanday bir loyihaning amalga oshishi aslo mumkin emas. Xalqaro jamiyatning diqqatini bu muhim nuqtaga yana bir qatim buraymiz. Sharqiy Oq dengizidagi tabiiy boyliklardan bahramand bo'lishda, bu tabiiy boyliklarning Turkiyaning o'z ichiga olgan Yevropadagi iste'mol bozorlariga yetkazilishida eng oz chiqim ketadigan va bexatar o'tish eg'izi Turkiyadir. Shundaqdimi ham bizga, ham Qibris turklarga hamkorlik ishiklarining taqilishi aslida ba'zi davlatlarning hamkorlik o'rnatishining o'rniga siyosiy planlarning qo'yida bo'layotganligining eng ro'shan namoyandasidir. Bundaq suiqasdlik planlarning o'tmishligiga o'xshashla kelgusidimi hech nimaga asqatmaydiganligini, shu planlarning sohiblariga yana bir qatim eslatamiz. Sharqiy Oq dengizdan chiqariladigan tabiiy gazning Qibris orqali Gretsiyaga, u yerdan Italiyaga yetkazilishi nishon qilingan Esmet loyihasi Janubiy Qibris Rum hokimiyati rahbari Nikos Anastasiadis, Gretsiya bosh ministri Kyriakos va Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu ishtirok qilgan murosimda tunugun imzolangan edi.
Sharqiy Turkistonda ayol bo'lish temasida ilmiy doklad yig'ini o'tkazildi. Yig'inga har qaysi universitetlarda, oliy maktab tayyorlik sinflarida o'qiyotgan o'quvchilar, har qaysi jamiyat tashkilotlarida aktiv xizmat qilayotgan xonim-qizlar ishtirok qildi. Muhokama yig'iniga Sharqiy Turkiston Nozugum jamiyatining raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim va jamiyatning a'zolari, siyosiy faoliyatchi Qamar Artish xonim, Nozugum jamiyatining ta'lim-tarbiya guruhi a'zolaridan Xosiba O'z Uyg'ur xonim, Yetim yordam va kultur tonishtirish xizmati a'zosi Robiya Xo'jao'g'li xonim qatorliqlar taklif bilan qatnashdi. Muhokama yig'inida Qamar Artish xonim Sharqiy Turkistonda ayol bo'lish temasida doklad berib, ham tarixiy, ham siyosiy, ham strategiya nuqtasidan Xitoyning Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyati, irqiy qirg'inchiligi va dunyoga xo'ja bo'lishdan iborat razil maqsadining asli mohiyatini amaliy misol va aniq son sifirlar bilan bayon qilib o'tdi. Yig'inda yana Munavvar O'z Uyg'ur xonim Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish jinoyatlari haqida doklad berib, Sharqiy Turkistondagi ayollarning barliq huquqlarining dafsanda qilinganligi, ularning yashash, so'z qilish, fikr qilish, xohlagancha ism qo'yish, qachon va kim bilan uylanish, ona tilda o'qish, o'zi xohlagan kasbda ishlash va tug'ish huquqlarining tartib etilganligi, Xitoyning qo'rsoqdagi bolalarni vahshiylarcha o'ltirganligi, kiyim-kechak tanlash huquqining, o'z do'stlari, tuqqanlari bilan xohlagan usulda salomlashish huquqining tartib etilganligi. Qisqasi bir insonning aqlli huquqlaridan butunlay mahrum holda yashayotganligi, kishilarning hatto o'zini o'ltirib olish darajasiga berayotganligi haqida to'xtaldi. Ilmiy muhokama yig'inining savol-javob qismida xonim-qizlarning bu haqdagi savollariga tafsiliy javob berildi. Muhokama yig'inidan keyin Turkiya Yoshlar Vaqfi Xo'jalik sho'basi Nozugum kulturi va oila jamiyatiga Sharqiy Turkistonga atab tikilgan daraxtlarning simvol belgisini taqdim qildi. Munavvar O'z Uyg'ur xonim Sharqiy Turkiston Nozugum jamiyati va Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligi nomidan ularga xotira bo'yim taqdim qildi. Amerika quruqliq armiyasi TikTok ishlatishni chekladi. 1 yanvar Amerika ovozi to'g'ridan ma'lum bo'lishicha, Amerika quruqliq armiyasi xodimlari TikTok app detalini tahdid deb qarab ishlatishni cheklagan. Amerika quruqliq armiyasining ayol bayonotchisi Robin Ochoa Amerika harbiy ishlar to'rbitida so'z qilib, TikTok to'r tahdidi deb qaraladi. Biz uning hukumat xodimlarining yonifonlarida ishlatilishiga yo'l qo'ymaymiz. Quruqliq armiya mush ayning o'tirlaridan boshlab quruqliq armiya xodimlarining barliq hukumat yon telefonlarda TikTok ishlatishni to'xtatishi kerak deganlarni bildirgan. Harbiy to'rbetki mazmunlarga asoslanganda quruqliq armiyasining yaqinda TikTok siyosatiga bo'lgan siyosati o'zgargan bo'lib, 2 oy ilgari Amerika quruqliq armiyasi TikTok yumshoq detalini ishlatib, yoshlar bilan uchrashish orqali texmi ko'p yangi askar qabul qilgan. Amerika Kengash palatasi Osonliqlar partiyasining rahbari Shumu va Kengash palata a'zosi Cotton Amerika axborot amaldorlaridan TikTokning davlat bexatarlik tahdidi shakllantirmaganligini tekshirishni talab qilgan. Davlat mudofaa ministrligi barliq xodimlardan tushirgan yumshoq detallarga ho'shyor bo'lib, ya'ni fonlarda binormal va boshqa tashabbuskorlik bilan tarqatgan yozuq uchurlarining bor yo'qligini kuzatishni talab qilgan. G'ayri ahvol bayqagan hamon darhol o'chirib etishni, ondan TikTokni chiqarib etishni, har qanday shaxsiy uchurning oshkorlanib kelishidan saqlanish kerakligini ta'kidlagan. Amerika quruqliq armiyasi bayonotchisi bu vaqtda to'xtalib, harbiy tarafga qarashli xodimlarning shaxsiy yon telefonida TikTok ishlatishni cheklanmaydiganligini, lekin armiya xodimlari agar tasoddifiy yoki notunish qisqa uchurni topshirib olsa, ehtiyot bilan bartaraf qilishi kerakligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shundaqla programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.